Navotdan ham yaxshi ko'raman mana. Shu zo'rda bu. Hozir 68 yoshdaman. Poliartrit kasalligi endi bo'g'in og'riqlari bilan ancha vaqtdan buyon men poliklinikada davolanib kelardim. Keyinchalik suvga qo'limda tekizsa xuddi suvda tok urgandek og'riq bo'lardi. Shunchalik qattiq og'riq bo'lardiki, uni tushuntirish qiyinroq. Xursandligimdan sirasi telefon qildim. O'sha mahsulotdan foydalanib boshladim. Sekin-sekin og'riqlar mana shu kun o'tgan sayin bosilib, уже men bir oyga qolmay yurib, bekatga xuddi yosh qizlarday bemalol hansirash yo'qolib ketdi. Qo'llarimda sekin-sekin og'riqlar yo'qolib boshladi. Har 7 kunda menga telefon orqali muloqotda bo'lib, lecheniyani Shohruh Ikromovich aytib turardilar. Men Turdiyeva Zumrad Abdusaxotovnaman. Hozir 68 yoshdaman. Chilonzor tumanida shu 16-kvartalda yashayman. Poliartrit kasalligi endi bo'g'in og'riqlari bilan ancha vaqtdan buyon men poliklinikada davolanib kelardim. Davolovchi vrachim Nigoraxon har bir lecheniyalarimni yaxshilab, mana rentgenga tushirib, nima qilib, analizlarimni hammasini ko'rib, o'shani buyurgan edilar. Men o'shani har 21 kunda olar edim. Lekin baribir og'riq bosilsa-da, bir oy birozgina bosilgandek bo'lardi, lekin yana qayta takrorlanardi. Keyinchalik suvga qo'limda tekizsa, xuddi suvda tok urgandek og'riq bo'lardi. Shunchalik qattiq og'riq bo'lardiki, uni tushuntirish qiyinroq. O'sha vaqtlarda mana yursam to bekatga qadar hansirab qolardim. Xuddi ko'krak qafasimdan qattiq siqib olayotgandek bo'lardi. O'shani evaziga shunchalik o'ylardim, Allohga oson, mana shuncha meditsinada davolandim, qancha bormagan joylarim qolmadi, lekin bular hammasi vaqtincha lecheniya olaman, lekin baribir o'sha narsa takrorlanaveradi og'riqlar. Endi bu Allohning mo'jizasi deb o'ylaymanki, o'shanda Instagram mana shu Norm Farmni shunaqa mahsulot chiqarayotganligi, bizdaqa keksalarni o'ylab, shularning bo'g'in og'riqlaridan butunlay farq bo'lishi uchun hormaytolma shu mahsulotni ishlab chiqarib, birpasda yetkazib berayotgan nimalarni ko'rib men xursand bo'lib ketdim. Xursandligimdan sirasi telefon qildim. Telefonni shunaqa ko'tarishdi. Menga o'shanda vrachim Shohruh Ikromovich shunchalik dilkash yigit ekanki, menga chin dildan yordam qo'lini cho'zdilar. Menga o'sha mahsulotni birpasda dastavka qilib Chilonzorga jo'natdilar. Men uni o'sha mahsulotdan foydalanib boshladim. Sekin-sekin og'riqlar mana shu kun o'tgan sayin bosilib, уже men bir oyga qolmay yurib, bekatga xuddi yosh qizlarday bemalol hansirash yo'qolib ketdi. Qo'llarimda sekin-sekin og'riqlar yo'qolib boshladi. Har 7 kunda menga telefon orqali muloqotda bo'lib, lecheniyani Shohruh Ikromovich aytib turardilar. Bugun mana shuncha dozadan surdingizmi, bir hafta mana shu dozadan o'zgartirmay surib borasiz. Og'riqlarni qanaqa ta'sir qilayotgani yoki o'zgarishini u kishi muntazam tekshirib bordilar. Keyinchalik yana o'sha dastavka qilib jo'natdilar. Umuman men shu 3 oy ichida bu kasallikdan butunlay qutulib ketdim. Buni eshitganlarga ishonmasligi mumkin yoki ertak deb tushunish mumkin. Bu hayotim davomida men o'zimda ko'rdim. Mana Allohga shukr, 100% oyoq bo'g'in og'riqlari, qo'l og'riqlari, bel og'riqlari butunlay yo'qolib ketdi. Men hozir o'zimni juda tetik his qilaman. Hozir yosh qizlarda bemalol zinapoyalardan boyagi zipillab tushib, yana tepaga chiqib, bemalol ishlarimni qilaveraman. Nevralarga qarash, bu qilish, avval turish, yurish ancha qiyin edi. Lekin men mana shu Norm Farmda ishlayotgan yigitlarga, ayniqsa Shohruh Ikromovichga, butun mana shu O'zbekistonning onalari nomidan chuqur minnatdorchilik bildiraman. Chunki mana shu dorini ishlab chiqargani uchun o'sha Norm Farm mahsulotini beruvchi shifokorlarga Alloh hamisha qo'llari dard ko'rmasin. Ko'zlarining nuri charaqlab tursin. Bizdek yoshlar qarilarni
yoshartirib yubordi bunday olganda. Biz shunchalik xursandmizki, biz mana shu darajada meditsinadan ololmagan bizni necha yillab olgan ukollarimiz betsilin 5 ni olardim. U oxirgi tochkadagi dori. U baribir jigarga nagruzka beradi, jigar qotish boshlanar ekan. Lekin men mana shu Norinfarmdagi Sustav gelni surganimdan keyin umuman o'zgarish 200% ga yaxshi natija berdi. Men hozir mana shundan natija olganim uchun sizlarga hammaga tavsiya qilaman. Yoshi keksalar hozir bu yosharib ketyapti bu kasallik. Lekin hamma mana shundan olib, xuddi menday davolansa 3 oyga qolmaydi. Вообще hozir men umuman u og'riqlarni unutganman. Sovuq suvga bemalol qo'llarimni yuvaman, bemalol yura olaman. Umuman har taraflama mukammal ekan. Endi dunyo turguncha tursin. Alloh barakasini bersin. Shu yigitlarni, shifokorlarni ming roziman. Bizning onalarda umrini uzaytirdi. Avvalo Alloh, lekin bular sababchi. Bizlar hamisha duodamiz. Norinfarm ijodkorlariga, shifokorlarga bundanda ziyoda bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, hamisha kasbkorlarga barak bersin, hamisha yo'llari ochiq bo'lib charog'on bo'lsin, dunyo turguncha tursin deymiz. Biz chin yurakdan aytyapman bu so'zlarni. Albatta hammalaringizga hamda tavsiya qilaman. Qalbimdan duo qildim mana shu Norinfarmning shifokorlarini. Sizlarga rahmat, boqiy umr tilayman. Hurmatli dunyodagi har bir onalar va ayollar, keksalar, hammaga men mana shu Sustav gelni tavsiya qilaman. Chunki men bundan juda dardimga shifo topdim. Allohning mo'jizasi bilan Norinfarmning shifokorlari yetkazib berishdi. Mana men hozir bilasizmi 70 ga kiryapman, lekin yosh qizlardek yugurib yuraman. Mana bu og'riqlar, bo'g'imdagi bel og'riqlar, qo'l, oyoq og'riqlar umuman yo'q hozir. Dunyo turguncha tursin. Biz onalar duodamiz. Mana shu kompaniyaga, mana shu shifokorlarga boqiy umr tilaymiz. Hamisha kasbkoriga ham, o'sha bularning dorilarini chiqarayotgan joyiga ham ko'z tegmasin.